Rahmat. Hamma Amerikaga ketdi. Bitta biza qolib ketdik. Qani Abduqodir Husanov ham Chelsiga o'tib ketibdi. Jinni Chelsea Amerikada emas, u Fransiyada. Oy, nima farqi bor? Yoshligimdan orzuyim bor-da. Efir minorasining tagida o'tirib olib, sevinchga chaqish. Shashliklar qilaver. O'rtoq, bitta mandachi zo'r ideya bor-da, qara. Biz ham futbolist bo'lamiz-da. Amerikaga ketamiz. Hamma orzularimiz sotib ushaladi. Zo'r fikr. Ketdi yur. To'xta, bitta chaqib olaylik. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so. O'rtoq, shovur, tayyormiz. Bitta adolat. Mana hujumga qo'yadi. Topib tur, ketur. Adolat yo'q-da. O'yinimizni ko'rmasdan haydab yubordi. Bunaqa deb bora hali beri jahon chempionatiga chiqa olmaydi bular. Chiqib bo'lgan yoki xavotir olmanglar. Biz bilan oxirroq chiqardi. Qachon chiqdi? Qayerdan bilaman, men futbolga qiziqmayman. Mana talant, qorningda zo'rurarding. Bittur chiqarardim. Ha? 25 ming puli yo'qmi? Tinchlikmi? Bahon do'koniga borib pista qut qilib o'tirardi. Chatga chiroq. Amerikan teyga oldi. Yengil boramiz.